Go'zallik va nafosat ayyomi Xotin-qizlar kuni Samarqand tumanida ham keng nishonlandi. Bir piyola choy ustida tashkil etilgan mazkur bayram tadbirida muhtarama onaxonlarimiz, opa-singillarimiz va mo'tabar ayollarimizning fidokorona mehnatlari ulug'landi. Tuman hokimi e'tirof etganidek, qayerda ayol bo'lsa, o'sha joyda mehr-oqibat, ozodalik, hamjihatlik hukmron. Muhim jihatlardan yana biri shundaki, Samarqand tumanida ham bugungi kunda xalq xo'jaligining turli jabhalarida fidokorona mehnat qilayotgan xotin-qizlarni uchratish mumkin. Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida Samarqand tumanida katta bayram xotin-qizlar bayramini nishonlab kelmoqdamiz. Bugungi mana shunday tadbir bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Har bir oila a'zolarini, xotin-qizlarini mana shunday bahor bayrami, yangilanish, yosharish bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nafaqat Samarqand tuman ahlini, butun respublikamizdagi ayollarimizni, viloyatimiz ayollarini chin qalbimdan tabriklayman. Tadbirda turli sohalarda o'zining halol, fidokorona mehnatlari bilan boshqalarga ibrat bo'lib kelayotgan faol xotin-qizlardan bir guruhiga tuman hokimligining faxriy yorliq va bayram sovg'alari topshirildi. San'atkorlar tomonidan ijro etilgan dilrabo kuy-qo'shiqlarda bahor, mehribon onalarimiz, munis, lobar opa-singillarimiz madh etildi.